Yaxshi keldingmi bolam? Ha, yaxshi. Ichdingmi? Yo'q, men ichmayman-ku. Ha, yolg'on bo'lmasin, bir piyola qimiz ichdim. Qara bo'lmasa janjal qilma, baqirmada sekin kirib uxlagin bolam. Yo'q, men janjal Nima qilmayman. bo'lyapti ona? Mana aka ichib ketdi, men aytmayman, janjal qilma, baqirmasa meni quloq solayapti. Ichsiz kirib Yo'q, yotmaysizmi? ichganim yo'q, bir piyola qimiz. Ha, qancha ichsangiz ham siqsa ichinglar aka. Nima Shunday deyapman. Mana akam ichib olib janjal qilmoqchi bo'lyapti. Ichganim yo'q. Sharmani bilan qo'yib ketding. Ya qo'shni nima janjal, nima to'polon? Uxlashga berasizlarmi o'zi? Ha, ko'rmayapsizmi? Akam ichib olib yangam duryapti-da endi. Janjal qilmoqchi bo'lgan. Ichgan odam bilan sporlashmaydi. Uxlab olmaysizlarmi? Aka, yana ichib keldingizmi? Stop, bo'ldi. Bir piyola qimizga shunaqa qilib o'rayotgan bo'lsangizlar, it bo'lay, kuchuk bo'lay boshqa ichmayman, o'ldirib yuboringlar. Bechora qizim. Bo'ldi, ichmaydigan bo'ldi. He, qizimlik yomon naygirish qilding-da. Ketib qolmanglar, hop, adelakingizni qunishni qo'yib beramiz. Dadam kelsa biz tomdan tushib beraymi oldi? Ha, voz ichgan bo'lsa ham, yomon ham janjal qilamiz. Edim, mani uradi.